Bugungi mavzumiz shashlikka tayyor mahsulot go'shtlarimiz bo'ladi. Saboy to'mirlar bor aka, kilolik katta pachka, kichkina pachka, xullas shashligiga kerak bo'ladigan kura deysizlarmi, yilpig'ich deysizlarmi, xullas mayda o'tin deysizlarmi, hamma mahsulotlarimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli yaqinlarimiz, do'stlarimiz. Mana dam olish sezoni boshlandi, havo isidi. Biz Rustam akamiz bilan birgalikda dam olishga ketmoqchimiz. Bundan oldin albatta tayyorgarlik ko'rib ketish kerak. Go'sht kerak bo'ladi, qo'ra kerak bo'ladi, Six kerak bo'ladi. Qadrdonlar, ertaga biza nasib bo'lsa erta emas, indinga Andoqqa ketamiz, ajoyib video olamiz akamiz bilan. Xudo xohlasa mana tayyor go'sht mahsulotlari bor ekan. Billi, yangi joy ochildi, Kattaqo'rg'on shahrida ajoyib yangilik. Xullas choppa deysizlarmi, viriska deysizlarmi, tak baliqli go'sht deysizlarmi, xullas hamma mahsulotlar bor mana. Bitta ko'rsating va xolodilnikka mana bu tomonga ham zapaslarimiz turibdi. Mana to'lachi, mana bu morozilnikka ham turibdi qadrdonlar. Qanaqa go'sht mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga raqam yozib qoldiramiz. Kattaqo'rg'onlik aka-ukalar uchun ajoyib yangilik. Bemalol raqamlarga telefon qilib dastlabki aytishlaringiz mumkin. Lokatsiyani ko'rsatamiz sizlarga. Lokatsiyamiz Kattaqo'rg'on shahar Veterok ko'prigidan shunday chiqaverish, to'g'rimizga yangi markaz 7 etажga dom bor. 7 etажga domni oldiga mana mashinaxonani orqasiga xullas yangi do'kon ochildi. Hammalarini kutib qolamiz. Qadrdonlar bemalol kelib go'shtlarimizdan sotib olib ketishlaringiz mumkin. Do'stlar, mayovga sezon boshlandi, mayovga boshlayveringlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli va barakotli o'tsin.